Assalomu alaykum. Sattor aka, yaxshimisiz? Ichkariga kir, gap bor. Nima bo'ldi sizga? Tinchlikmi? Tinchlik emas uka, tinchlik emas. Xo'p, nima bo'ldi? Menga tushuntirib aytsangizchi. Yuragim nafas yetmayapti. Voy. Yugurgandanmi? Bilmayman nimadan. 10 ta qabr kavlasam ham bunaqa charchamasdim. Menga tushuntirib ayting, nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Odamni qo'rqitmang, iltimos. Yomon ish bo'ldi, Asrorbek, yomon ish bo'ldi. Xo'p, nima bo'ldi? Ayting. Odamni qo'rqitmasdan ayta qolsangizchi. Oyingim aytdi. Qabr tashqarisida yotibdi. Nima? Qachon? Qachon bo'lardi? Hozir qarasam, o'sha kafanga o'ralgan holatda qabr tashqarisida yotibdi. Ko'rib qo'rqib ketdim. Senga qo'ng'iroq qilsam, telefonim ishlamadi. Keyin yugurib kelaverdim uka. Onam nima aytdi? Go'rini tashqarisida. Men ham hayronman. Nimaga bunaqa bo'ladi, aka? Nimaga? Men ham bilmadim uka. Bilmadim. Bir nima qilishimiz kerak uka. Maytning bu ahvolda turishi yaxshi emas uka. Asror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hali tong yotmasdan tez keling deb chaqirtiribsan. Tinchlikmi? Opa, yomon xabar bor. Qanaqa xabar? O'zi onam o'lgandan keyin zo'rg'a yuribman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Gapir. Opa, boya go'rkov kelib ketdi. Xo'sh. Onamni mayiti qabrdan chiqib qolganmish. Nima? Voy o'lmasa. Nimaga? Nimagaligini men qayerdan bilaman, opa? O'zi ko'mganimizga 2 kun ham bo'lgani yo'q. Sattor aka ham qo'rqib ketganidan chopib ketdi. Qanaqasiga? Kim bu ishni qilgan ekan? Bilmadim, opa. Xullas, 2-3 soatdan beri ko'zimga uyqu kelgani yo'q. Menga qara Asror. Bu gapni birov bilmadimi? Butun mahallaga, tanish-bilishlarga tarqab ketib, sharmanda bo'lmaylik yana. Yo'q, opa, hali hech kimga aytganim yo'q. Birov bilmasin uka. Hali ta'ziyaga odamlar kelib turibdi. Ularga ham bildirish kerak emas. Ha, aytgancha, o'sha qabrni qaytadan kavlab ko'msa bo'lmasmikin? Bo'lmas ekanda, opa. U qabrga tuproq to'lib ketibdi. Voy, unda nima bo'ladi? Asror, hozir onam